Assalomu alaykum qadrdonlar, charchamay sog' salomat yuribsizlarmi? Xo'p, ko'pchilik kommentariy yozibdi, Xitoyda juda qimmat-ku, qimmat narxlar. Конечно, qimmat bo'ladi-da, mana o'zlaring o'ylab ko'ringlar. Biznikilar zakaz qilayotgan narsasi shtuka deydi. Ya'ni 2 ta, 3 ta, bor mana 10 ta, 20 ta. Xitoychi, Xitoy bitta olganda kamida zakaz qabul qilganda 1000 ta, 2000 tagacha misol uchun Optimga zakaz qabul qiladi va o'shanga qarab turib yukni narxini tushirib beradi. Hozir siz misol uchun 2 ta, 3 ta narsani siz nima Xitoyda arzonga beradi deb o'ylayapsizmi? Sizga yarim narxiga berib yuborsinmi? O'sha narsani to'g'ri tushunish kerak. Mana shuni aytay deb ataylab video qildim. Chunki ko'pchilik kommentlarda ham yozyapti. Xitoy qimmat, kargosi unaqa bunaqa. Endi bu kargoni xo'p, misol uchun u bizanaqamiz emas. Endi QQS solig'i misol uchun kargo qo'shimcha qiymat solig'i hisoblanadi. Endi hamma yoqda bor bu narsa. Oddiy o'zimizni bozorlar bilan ham mundoq anaqa qilsak, misol o'zlaring ham bilasizlar, mana Optimga ko'p narsa olishsa, arzon qilib beradi narxini, конечно. Lekin Optimga olmasdan donaga narsa xarid qiladigan bo'lsa, narxini sal misol 30 ming bo'ladigan bo'lsa, boring bir 5 ming tushib beradi u yoq bu yoq. Lekin siz bir tonna olingchi, balki sizga 20 mingdan berar. Balki 10 mingdan berar. Ozgina foyda qolsa ham, hamma ulgurji olyapti deb. Xitoy ham xuddi shunaqa, o'zimizga o'xshaydi. Keyin Xitoyda shunaqa narsa borki, azizlar, misol uchun mana Guanzhou, Xi'an, yana bir ikkita shunaqa mamlakat joylari bor. Funsun deysa kerak. Bu yoqlarda tovarlarni har xil millatga, har xil anaqaga bo'lib turib berar ekan. Shuni ham bilinglar. Misol uchun O'zbekistonga mana bitta o'zbekistonlik bordi deylik, qarang. Bitta o'zbekistonlik bordi deylik. Bitta Xitoyda aybi yo'qda. Kelib turib aytayaptiki, menga deydi, misol uchun mana shiming deyapti, menga shu ko'ylaging komplekting deyapti, nechta pul deyapti. Xitoy misol uchun endi o'zimizni tilda tushuntiradigan bo'lsam, $50 desa, $50 shuni menga $10 kerak deyapti. $10 deyapti. Desa, mumkinmi? Eplasa bo'ladimi? Desa, ha deyapti. Ha, eplaydi, конечно. Xitoy $1 ga narsa chiqaradi, lekin sifatida farqi bo'ladi. $50 dek qanaqa misol uchun sifatda bo'ladi, kачествоda bo'ladi. $1 dek misol uchun $10 dek qanaqa kачествоda bo'ladi. Keyin bo'ldi, gap yo'q deyapti. Tadbirkorlar misol shu $50 likda $10 olyapti-da, o'zimiznikilar olib, komplekt Optimga olib, yoqdan yana ketyapti. Misol uchun o'zimizda bozorlarda keyin o'shani sotyapti katta-katta summalarga. O'zimiznikilarga. Endi o'zimizga shunaqa sotgandan keyin bozorlarimizni o'zi o'rganib bo'ldi xitoyliklar. Men aytayapman, hech kim meni gapimga misol quloq solayotgani yo'q. Sen kimsan, unaqa degan ma'noda. Chunki bir ikkita joylarga chiqdim. Unda o'ylab ko'ringlar, networking klublar qilishimiz kerak-da. Chunki Xitoy mana bozorimizni egalladi, Xitoy u qildi. Конечно egallaydi-da. Mana Turkiya, Xitoy misol uchun bunaqa mamlakatlarda biz o'zimiz misol shunaqa klublarga kirmoqchi bo'lsak, pul to'lab kiramiz. Katta summa pul to'lab o'shalarning klubiga kiramiz. Va o'sha klubda bo'ldi biznes bo'yicha ma'lumot olamiz. Bizdachi? Bizda shundoq bozorxonaga borib turib patta pulni bersa ham Xitoylik kirib turib savdosini qilib ketyapti. Misol uchun patta pulisi 100 ming bo'ladigan bo'lsa, Xitoylik qo'liga $100 berib qo'yapti-da. Borib turib o'zining tovarini sotyapti. O'ylang, mana bitta komplekt siz oldingizda bitta o'zingizga ham qishlog'ingizga ham o'rtog'ingizga misol uchun $50 ga sotyapsiz-da, Xitoylik oldingizda turib $10 ga sotyapti. Kimdan oladi? Xitoylikdan oladimi axir? Конечно, Xitoylikdan oladi. O'shaning uchun mana shunaqa networkinglar qilish kerak. Endi divan masalasiga keladigan bo'lsak, lekin to'g'risini aytaman, divani chiqdi. Chunki men ataylab YouTube'ga ham shunaqa video qilyapmanki, shuni odamlar ko'rsin deb opisaniyasini ham o'zimni gruppamga qo'yib, nomerlarimgacha qo'yib, kelibsa 3 ta 4 ta video shu divan haqida bo'ldi, vakuum divan haqida. Lekin hech kim bilmayman, opisaniyani ham ko'rmayapti yoki bir sarlavhaga ham ahamiyat bermayapti. Qancha turadi, nimaga aldaysan, unaqa bunaqa gaplar. Xullas azizlar,
bizdan yiroqlashmanglar. Mana shunaqa ma'lumotlardan bitta berib turaman bo'sh bo'lib turgan vaqtimda. Behijolat nima zakaz qilmoqchi bo'lsangiz hammasini olib kelib beramiz qo'limizdan kelguncha. Kimda qanaqadir savollar bo'lsa, behijolat savollarga javob beraveramiz. Bugungi mavzumiz asosan shu Xitoyda nimaga qimmat, nima uchun Xitoyda tovar qimmat degan mavzuni sizlarga ozgina bo'lsa ham yoritib berishga harakat qildim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Bahorov Javohir Xo'ja bo'ldi. Sog' bo'linglar.